Assalomu alaykum barcha yurtdoshlar, tomoshabinlari, Jizzax Begoms kanalining qadrli obunachilari. Xudo xolasa 15 tonna Begomsga zakasimiz bor edi. Begomslar hozir ortyapmiz. Ortish jarayonida qovun tarvuz ekadigan dehqon akalarimiz xudo xolasa olib ketyapti. Har yili xudo xolasa oladi. Qovun tarvuzga Begomslarda effekti zo'r. Kimlarga mana shu biznesni, Begoms biznesini qilmoqchi bo'lsa, biz bilan birgalikda boshlamoqchi bo'lsa, mana pastdan nomerlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Akalarimizdan xudo xolasa endi Begoms olyapti bu yil. Yana yilga cho'lchang olib, hozir shu kecha kunduzda cho'lchang olib, o'zlari Begoms tayyorlab, o'zlari shu dehqonchilik ishlash niyatlari bor ekan. Xudo xolasa ularni bitta ko'rsatamiz. Hozir sizlarga ortish jarayonini ko'rsatamiz. Kim shu biznesga qiziqib yurgan bo'lsa, kim Begoms biznesini qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Toshlar ikkita insizda xudo xolasa ortilyapti. Sifatli darajada elib, zo'r tayyorlab qo'yganmiz. Bu joylardagilar elandi, bu yerlarga yangidan joy qilingan. Cho'lchanglar ham zishliklari zo'r bo'lib tayyor bo'lgan. Kimga kerak bo'lsa, ko'rishingiz mumkin. Ortilish jarayonini ko'rishingiz mumkin. Baylatgan deyapti, baylagan deyapti. Bu yerda ham bor, xudo xolasa ortilyapti hammasi. Akalar partizanlar ortyapti. Ömrünü aytib olasiz-da. Siz borib qarang. Ikkinchisiz kira xudo xolasa hozir. Sirdaryo 4-sahozga ketdi. Qovun tarvuz ekadigan dehqon akalarimizga. Mana ko'rishingiz mumkin ortilish jarayonini. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin akalar. Xudo xolasa Begoms yoki Kaliforniya qizil o'rmonchi o'lchanlardan yetkazib beramiz.